Oilaviy gripp bo'lib shamollaganimiz uchun aynan shu taom asqotdi, dimoqlarni ochib, tanani yaratdi. Ba'zi taomlarni ming dardga davo deyishardi. Aynan shu taom xuddi shunday. Qizil yurakchani bittagina bosib qo'ying, xursand bo'laman-da. Yog'siz qiymaga qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mayda-mayda yumaloq shakl berib chiqamiz. Guruchni yaxshilab yuvib, qozonga suv solib, guruchni qaynatishga qo'yamiz. Guruch qaynab chiqquncha sousini tayyorlab olamiz. Yog'li qatiq, bitta tuxum sarig'i, yarimta limon suvi, 2 osh qoshiq un solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qaynab chiqqan guruchli suvga tabga ko'ra tuz solamiz va ustidagi ko'piklaridan tozalab olamiz. Tayyorlab olingan sousni solib, guruch pishguncha qaynatamiz. Tovani qizdirib, yog' solamiz. Yog' qizigach, tayyorlab olgan koptokchalarni qizartirib qovuramiz. Pishgan koptokchalarning ustiga quritilgan yalpiz solamiz. Yalpiz bu taomga juda ham zo'r mazza beradi. Pishgan guruch ustiga qovurilgan massani solamiz. 2-3 daqiqa qaynatib, kosalarga suzamiz. Ko'rinishi ham, mazasi ham noodatiy bo'lgan shunaqa mazali taom tayyor bo'ldi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring va yaqinlaringizga yuboring. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.